Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Xudo xolasa mana keyingi zakazlarimizni ham olib kelib o'rnatdik. Bu yerga 3 dona eshik, 2 dona deraza olib kelib o'rnatib berdik. Xudo xolasa ishlarimiz o'ta go'zal, chiroyli chiqdi mana. Inshaalloh bu yog'ini endi Ozodbek shagitim tushuntirib beradi. Ozodbek, qanaqa eshik-romlar olib kelib o'rnatdik bu yerga? Bu yerga Laminat ham deblar, ha? endi bularda masalan zamoylari magnitli bo'ladi. Ha? Aynalari gulli bo'ladi. Aha. Ularda endi kvadratga keladigan bo'lsak 750 mingdan boshlanib 1.500 minggacha bo'ladi. Ha? Bular o'ta zo'r holatda bo'ladi. Olib keldik, egalariga yoqdi. Zo'r, ha? Holati zo'r bo'ldi. Qayga olib kelib o'rnatdik buni? Xo'jobodga olib keldik. Xo'jobodga olib kelib o'rnatdik. Inshaalloh Xudo xolasa ishlarimiz o'ta go'zal, chiroyli chiqdi. Kimga qanaqa xizmat bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Vodiy bo'ylab olib borib o'rnatish bor, O'zbekiston bo'ylab dastlabkamiz bor. Eshik-romlarga eng kamida 5 yil kafolat beramiz. 25 yillik stajimiz bor inshaalloh. 25 yildan beri shu sohadamiz. Hali kecha, bugun, ilgarigini boshlab olmaganmiz inshaalloh. 25 yildan beri Xudo xolasa inshaalloh shuni nonini yeb kelyapmiz. Kimga qanaqa xizmat bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Oldindan hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni qo'llab, quvvatlashda davom etib turasizlar inshaalloh. Oldindan hammaga rahmat.